Assalomu alaykum. Hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimiz nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashning nazariy asoslari. Endi esa mavzumizning rejalari bilan tanishib chiqsak. Nutq nuqsonining turlari va ularning diagnostikasi asoslari. Individual yondashuv va moslashtirilgan o'quv metodlari. Bolalarni maktabga tayyorlashda pedagogik va psixologik yondashuvlar. Ushbu 3 rejamizga asosan endi mavzumizni yoritib chiqamiz. Nutq nuqsoni haqida umumiy ma'lumot beradigan bo'lsak, nutq nuqsoni bolalarda to'g'ri va ravon nutq ishlab chiqishda yuzaga keladigan muammo. Bu muammo bolalarning muloqot qilish qobiliyatlarini kamaytiradi va maktabga tayyorlash jarayoniga ta'sir qilish ehtimoli juda ham katta. Nutq nuqsonining ijtimoiy va psixologik ta'siri katta. U bolalarda o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytiradi, so'zlashining qiyinlashishiga olib keladi va ijtimoiy aloqalarni buzadi. Shu sababli ularni yoshdan aniqlash va davolash muhim hisoblanadi. Nutq nuqsonlarini aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yish uchun mutaxassislar tomonidan baholash va terapiya muhim jarayon. Bu jarayon bolalarning maktabga muvaffaqiyatli tayyorlanishi uchun asos bo'ladi. Nutq nuqsonining turlari. Nutq nuqsonining asosiy turlari quyidagilardan iborat: artikulatsiya, fonologik, leksik va sintaktik nuqsonlar hisoblanadi. Artikulyatsion nuqsonlar so'zlarni to'g'ri talaffuz qilmaslik bilan bog'liq bo'lsa, fonologik nuqsonlar tovushlar tizimida muammo yuzaga keladi. Leksik nuqsonlar so'zlar ma'nosini tushunishda qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Sintaktik nuqsonlar esa gap tuzishni buzadi. Har bir nuqson turi o'ziga xos xususiyatlar va misollar bilan ajralib turadi. Ularni aniqlash va tuzatish muhim hisoblanadi. Nutq nuqsonlarini diagnostika qilishda 4 bosqichga bo'lsak bo'ladi. Bu bosqichlar: nutq nuqsonlarini aniqlash uchun testlar, kuzatish va intervyular keng qo'llaniladi. Testlar nutq holatini baholashda standartlashtirilgan vosita hisoblanadi. Kuzatish usulida bolalarning nutq faoliyati bevosita kuzatiladi va muhim jihatlar aniqlanadi. Intervyular orqali ota-onalar va pedagoglar bilan fikr almashinadi. Diagnostika jarayonida e'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar orasida nutq tezligi, to'g'riligi va ravonligi, shuningdek, qobiliyatning umumiy rivojlanish darajasi mavjud. Nutq nuqsonlarini aniqlashda xalqaro va milliy standartlar, masalan, Washington protokol va milliy diagnostika metodikalaridan foydalaniladi. Nutq nuqsonlarini bartaraf etish usullari: psixologik yondashuv va faoliyat va o'yinlar roli. Bunda ikkiga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Psixologik yondashuv bilan nutq nuqsonlarini bartaraf etish bilan tanishib chiqsak. Nutq nuqsonlarini korregatsiya qilish uchun individual va guruh tarzida treninglar o'tkaziladi. O'qituvchilar nutqni rivojlantiruvchi metodlardan qo'llashadi. O'qituvchilar va ota-onalar uchun maxsus seminar, treninglar va maslahatlar tashkil etiladi. Faoliyat va o'yinlarning roli. Nutq rivojlanishida o'yinlar va faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Ular bolalarning qiziqishlarini oshiradi va nutq ko'nikmalarini mustahkamlaydi. Muntazam amaliyot va interaktiv faoliyatlar nutq nuqsonlarini bartaraf etishda samarali natijalarni beradi. Nutq nuqsonlari va maktabga tayyorgarlik. Nutq nuqsonlari
bo'lgan bolalarni maktabga tayyorlashda muhit yaratish muhim hisoblanadi. Tegishli muhit yordamida nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlash mumkin. O'qituvchilar va psixologlarning roli esa shaxsiy yondashuv va qo'llab-quvvatlashni ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Individual yondashuvning ahamiyati. Shaxsga mos ta'lim ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga oladi. Har bir bolaga moslashtirilgan ta'lim muhitni yaratadi, muvaffaqiyat va motivatsiyani oshiradi, rivojlanish xaritalarini ishlab chiqishga yordam beradi, pedagoglar va psixologlar uchun muhim hisoblanadi. O'qituvchilar uchun tavsiyalar beradigan bo'lsak, individual yondashuvni amalga oshirishda o'qituvchilarning roli muhim. Ular bolalarning nutq nuqsonlariga moslashtirilgan metodlarni qo'llashlari kerak. O'qituvchilar uchun tavsiyalar bolalarning individual ehtiyojlarini aniqlash, tinch muhit yaratish va faoliyatlarni o'zaro muvofiqlashtirish orqali nutq rivojlanishini qo'llab-quvvatlashlari mumkin hisoblanadi. Bolalar bilan ishlashda individual yondashuv bolalarning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlashni ta'minlaydi. O'yinlar va faoliyatlar orqali bu yondashuvni amaliy tarzda qo'llash mumkin hisoblanadi. Pedagogik yondashuvlar maktabga tayyorlashda muhim tamoyillarni belgilaydi. Ular bolalarning yosh va xususiyatlariga mos keladigan ta'lim usullarini tanlashda yordam beradi. Maktabga tayyorlashda pedagogik yondashuvlar bolalarni motivatsiya qilish, ularning o'zaro aloqalari va rivojlanishiga qaratilgan. Bu yondashuvlar ta'lim jarayonini samarali qilish uchun muhim hisoblanadi. Endi esa psixologik yondashuv bilan tanishadigan bo'lsak, psixologik yondashuvlar bolalarning ruhiy holatini, motivatsiyasini va o'zini anglashini hisobga oladi. Maktabga tayyorgarlikda ularning psixologik holatini tushunish va qo'llab-quvvatlash muhim hisoblanadi. Ushbu yondashuvlar bolalarning o'ziga xos psixologik ehtiyojlarini aniqlash va rivojlanishiga yordam beradi. Masalan, ishonch va xavfsizlik muhitini yaratish orqali maktabga tayyorlash jarayonini samarali qilishi mumkin. O'qitish jarayonida O'yinlar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi. Bolalarning qobiliyatlarini rivojlantiradi va qiziqishlarini oshiradi. Maktabga tayyorgarlikda muhim jihatlarni yana sanab o'tadigan bo'lsak, maktabga tayyorgarlik jarayonida psixologik holat, nutq rivojlanishi va ijtimoiy moslashuv muhim. Ota-onalar va o'qituvchilarning faol ishtiroki, muhit yaratish va har bir bolaning xususiyatlarini hisobga olish zarur hisoblanadi. Qo'llab-quvvatlovchi muhit va mutaxassislarning yondashuvi muvaffaqiyatli tayyorgarlik uchun asosiy psixologik va pedagogik metodlar yordamida bolalarning rivojlanishini ta'minlash muhim hisoblanadi. Endi esa mavzumizga xulosa yasaydigan bo'lsak, nutq nuqsonlarining ta'rifi va uning muhimligi. Nutq nuqsoni bolalarning maktabga tayyorlanishida muhim rol o'ynaydi. Bu bolalarning ijtimoiy va psixologik rivojlanishiga ta'sir qiladi. Nutq nuqsonining turlari va ularni aniqlash usullari diagnostika jarayonining muhimligini ko'rsatadi. Rivojlanish va bartaraf etish usullari. Pedagogik va psixologik yondashuvlar nutq nuqsonlarini rivojlantirishda samarali amaliy tadbirlar nutqni mustahkamlashga xizmat qiladi. Individual yondashuv va moslashtirilgan metodlar maktabga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. O'qituvchilar va ota-onalar hamkorligi muvaffaqiyatni oshiradi. Mavzumiz shu yerda o'z yakuniga yetdi. Foydalanilgan adabiyotlar shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuni maxsus pedagogika yo'nalishi, maxsus pedagogika logopediya mutaxassisligi magistratura talabasi Abdujabbor va Maftuna olib bordi. E'tiboringiz uchun rahmat.